Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun qaranglar, kimni ko'rib qoldim. Jigarim. Assalomu alaykum aka. Mana aka, bizning eng zo'r halol mehnatchi akalarimizdan mana aka. Oilamiz. Musofirdagilar, boshlaring omon bo'lsin, rizq nasibalaring butun bo'lsin. Yorug' yuz bilan o'ynab kulib kelib O'zbekistonga ko'pkar bilan kurash beringlar. Musofirda yurganlarga samsa bepul. Ona jonim xayolan shirin o'y qildi. Kichkinagina bir to'y qildi. Do'stlarim sho'g'ligimdan, shoxlarim qayerda, sevgamdan ayirdi. Sevgandan ayirsa akukachilar ayirmasin. Yangalar ko'zini suzib, akalar zanjirini uzib, to'y xondalqishlar bo'ldi bayron. Raddomda chaqoqlar qoldi hayron. Xalqimiz o'g'il qizga ko'p boy bo'lsin. Farzandga boy bo'lsin, sog'likka boy bo'lsin. Mana akamizim Rossiyaga qatnaydi. Safarlari bexatar bo'lsin. Topgan puli ustiga, gayiga, davlat transport xotiniga, materialga, o'zgulpachilikka buyurmasin. Ota-onasini haj jo'natsin, bolalarga to'ylar qilsin. Akajon, tanishganimdan xursandman. Ismim Chorif Turg'un Yo'ldoshevich. Somsalarda aytib keting, kimga qanchadan? Albatta. Rossiyaga yurganlarga somsa 5000, Qozog'istonda yurganlarga somsa 50000, Toshkentda yurganlarga $100. Bu somsani yegan Bahodir Jalolov chempion bo'ldi. Ulug'bek Qodirov esa Amerikadan qaytib keldi. Munisar Zayvani baxti ochilib ergataga bir o'g'illi bo'ldi. 60 ga kirgan Ozodon Nursaydov meni izlab yuribdi. Aytganda Allah Pachuvani sog'indim, sevgan edim. Omon bo'linglar Rossiyadagilar, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Boshlaring omon bo'lsin. Maktab bog'cha bolalariga somsa 3000, studentman pensionerga 5000, o'qituvchiga, doktorga, qassobga, gayiga 50000. Aptekerga, direktorga, elektrisetga $100. Somsani ichiga 1 gektar piyozi bor, bir sira qo'yi bor. Yangi chiqqan papli matras olganman, yetmay qolgan joyga tilla sig'amni tilla sepishgan bor. Alla pachuga salom aytinglar. Salom. Omon bo'linglar.